Men hozir proshivkasini ham ko'rsatib beraman. Hozir proshivkasini ham ko'rsatib beraman. Mana. Mana, ko'rdingizmi? Erda 14. Erda 14 xullas mana Xscope rejimida turibdi. Erda 14 oddiy 77 ga tushmaydi. Oddiy 77 ga tushmaydi. Men o'shani proshivkasini ko'rsatganman. Men hozir videoni ochib qo'ydim. O'sha mana shu joyda olgan videomni proshivkasini ko'rsatib berganman-da. Hozir tiniq ko'rinsa quyosh ekan. Deyish mumkin-da. Mana qarab turinglar. Sozlamalarni tiklik datda, GPS baza datda versiyasi. Mana bu yoqqa kelsin. Mana ko'rsatib berganman. Xalqning qo'lida turibdi. Ko'rdilaringmi? Qo'lida turibdi mana shu proshib. Ko'rdilaringmi? Ko'rsatib berganman-da bu videoda. Siz shunga ahamiyat bermagansiz. Xscope rejimida to'g'ri tushuning. Aytganimdek tezroq haydash kerak-da. Tezroq haydash kerak. Tezroq haydamasa u Xscope rejimida ko'rmaydi buni. Sal tezroq haydasalaring Xscope rejimida ham ko'radi buni. Hozir ketdik. Harakat qilaman tezroq haydab borishga. Svetoforga tushib qolmasak hozir. Mana hozir orqali ogohlantirdi. Qarab turinglar. Faqat mashinalar o'tib olaylik shundan. O'tib oldik. Снижайте скорость. Faqat kamroq masofadan oladi, lekin oladi. Ko'rdilaring? Mana, ko'rdilaringmi? Oladi. Faqat tushuncha bo'lish kerak odamda sal. Mana. Tushuncha bo'lish kerak-da. Xscope rejimida qo'yib 40-50 yurgandan keyin bu qayerdan olsin? Shuning uchun har xil blogerlarning gapiga ishonib ketaverish kerak emas. Ularda Neolane haqida ma'lumot yo'q.